hammani oldida ikkitadan non, keyin hammani oldida yog'li ovqat, mayonezli salat, uni ichiga kolbasa ham bor, siri ham bor, endi bu ana foydalisi ham bor, foydasiz ham bor, salat, bitta kola yoki Pepsi yoki Fanta, xullas gazli ichimliklar. Yonida o'tirgan xotini ham, yo onasimi, yo o'sha yigitmi, yoki bo'lmasa oilaviy o'tiribdimi, hamma bumbaloqqina qorni mamunday. Hammani qarasang hansiraydi, yurish va bunaqa o'rdaksimon. Foydasiz degan Coca-Cola, umuman foydasiz degan boya mayonez, ketchup, ana salatlar, kolbasali, yana boyagida yog'li, hazmi qiyin bo'ladigan ovqatlar. Shunda qarab turib, semizlik bekordan bekor butun dunyoda hozir ijtimoiy kasallik, ya'ni global muammoga chiqib ketyapti bu narsa. Siz bo'yingiz bilan vesiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xo'jangizni ham hozir ko'rdim, to'g'risini aytsam, to'lacharoq yigit ekan. Masalan, qorin bor u kishida ham. Hozir mana shu holatlaringizni o'zida ham bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Sababi aynan qorin sohasida ayollarda yog' yig'ilsa, u o'zida testosteron gormonini ishlaydi. Buning natijasida testosteron gormoni ko'payadi va ayolda ayollik gormoni kamayib, homilani bo'lishiga zarar beradi. Erkaklarda esa aynan bu narsa nimani keltirib chiqaradi? Aynan impotensiyani keltirib chiqaradi. Ya'ni juda ko'p erkaklarda semizlik kuchayavergandan keyin, qorin kattalashavergandan keyin erkaklarda jinsiy ojizlik kelib chiqishni boshlaydi. Ayollarda esa homila bo'lmaslik. Masalan, juda ko'p ayollar keladi, sizga o'xshagan ayollar. Ozing, to'g'ri yuring, nimayda piyoda yurishingiz kerak, ovqatni ratsioniga tushishingiz kerak, ovqatni kamaytiring, ovqatni chaynab yeyish kerak, kechqurun yog'li ovqatlar yeb iste'mol qilmasdan yotmaslik kerak. Gormonlar o'zgarib ketishiga olib keladi. Qancha sizga o'xshagan ayollar keladi, men aytaman, singlim, sizda semizlik bor, mana shunaqa gormonal o'zgarib, mendan katta semizlar ham tug'ib yotibdi doktor deydi. Shuning natijasida hayza ko'rishda o'zgarishlar bo'ladi. Bundan tashqari faqat erkak va ayollar holatini aytyapmiz. Qancha odamlar semizlikdan infarkt bo'lyapti, insult bo'lyapti masalan. Qancha mana grija disk, masalan deymiz, sahrli diabet deymiz. Aynan men Hindistonda bordim 10 kun. Borganimda sahrli diabet odamni ko'rmadim, shuncha klinikalarga borganda. Sababi o'sha yerda so'raganimda bizda sahrli diabetlar juda kam, bo'lmaydi deyishyapti. Sababi men bironta ham bir tuzuk semiz odamni ko'rmadim aynan Hindistonda. Semizlik masalan biz O'zbekistonimizda ham hozir ayniqsa Yevropa mamlakatlarida juda ham ko'payib ketyapti. Shuning uchun hozirgi sizda holatingizda asosiy nima deydi? Sabab aynan sizni semizligingiz bu homilador bo'lolmayotganingiz sababi. Semizlik bu yerda juda katta rol o'ynaydi.